Yo, obunachilar, qalasizlar? Bugun men Minecraft o'ynayman va bu Minecraftda 100 kun survival qilamiz. Bir marta ham, ikki marta ham, uch marta ham o'lmasdan. Kerak 100 kun yashab qolishimiz kerak. Qani bo'lmasam go boshladik. Hop, birinchi navbatda tomni chekkasini sheperli qilib yopib olamiz. Keyin tomni o'zini yopamiz. Hozir yog'och o'zimizda bor ekan. Qorin to'g'ri olib tomni yopamiz. Ketdim taraflarni shuni yopib chiqsak keyin yaxshi bo'lib ketadi. Reklamanga mayli. Hop, buni yog'ochlarni birinchi navbatda olamiz. Hop, 4 stakmi? Yo'q, 3 stak yog'ochimiz bor ekan. No, sizlarga aytmayapmanmi, bu uylarni hammasini survivalda qilganman. To'g'risi kreativ o'tganim yo'q, sizlarni aldash niyatim ham yo'q. Kuydirgan kallalar, qarasizlar, nima gap tuzumi? Basharanga. Короче, buni yog'och olib tashlaymiz. Nimaga kerak? Video cho'zilib ketmasligi uchun o'sha bu uyi maketini qurgan joylarimni videoga olmadim. To'g'risini aytsam olmadim emas, olish esimdan chiqib qolibdi. Videoni yoqishim esimdan chiqib qolibdi. Kerak tushundilaring. Hop, pastki qavat derazalar bo'lmaydi. Hozir ikkinchi qavatiga pon deraza qilib chiqamiz. Hop, pastki qavatda burchaklarni tosh qilganda baygina endi shunaqa daraxt qilamiz. Bam, bam, bam. Keyingisiga o'tamiz. Hop, 1, 2, 3 ta. Yog'och tugadi, daraxt tugadi. Endi daraxt olib kelishga bu tarafga borsam mumkin, yo'q bu tarafga borsam mumkin. Kelishdi chap tarafga men hozir bolta olsak, hop. Bolta o'zimda bor ekan-ku, ham mayli ketdik. Go! Shu tarafga borsak yaxshi bo'ladi. Ishimiz o'ngidan keladi. Короче, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqmasin. O'zlaringizning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Iltimos, videomiz rivoji uchun like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Keyingi qism albatta bundan ham qiziqarli chiqadi. Sizlar bilan yana men Spectre deb xayrlashmayman. Короче, endi uyga qaytamiz. Bu yerda nima bor? Hop, hech nima yo'q ekan. Ketdik. Tezroq shuni bitirib olsam, shuni tezroq bitirib olsam, keyin boshqa ishlarni ham qilamiz. Hali ko'p ishlarni qilamiz. Bunyodkorlik bayda rivojlanadi. Hozir shu to'siqlarni o'rnatib chiqsam, hop. Keyingisi 1, 2, 3. Okey, endi keyingisi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, bo'ldi. To'siqlarni o'rnatib oldim. Endi qarang. Короче, endi zinalarni qilib chiqsak, bo'yingdani zinalarni qilish esimdan chiqib qolibdi umuman. Bitta ish qilib, oxirigacha qilib, keyin ishga o'tkin deyishgan. Alisher Navoiy. Короче, qilamiz endi bu yog'ini. Hop, shu zinalarni o'rnatib chiqsam, keyin ikkinchi qavat devorlarni quraveramiz. Video ham cho'zilib ketdi, mayli. Like bossalaring xursand bo'lardim. Bosinglar like. Ko'ryapsizlarmi? Bosinglar. Anani. Hop. Zina shart emasmi-ku? Qo'l qiyshiqmanmi o'zi? Hop. Короче, bu yog'ini nima qilamiz? Mayli, bag'ini ham quraylik. Zinani eniga ikkita qila olamiz. Bu yog'ini qurib chiqaraylik. Qo'l qiyshiq. Короче, shuna qilamizda, bagiga qo'yamiz. Hop, endi bu pastlarni buzib tashlaymiz. Hop, buni buzib oldik. Endi zinani qalinlashtiramizmi? Tagini blok bilan to'ldirib chiqqandan ko'ra shu zinani qalinlashtiramiz. Mandaq. Buzish kerak. Hop, короче, buni qo'ydik. Endi tepaga ham shuna qilib chiqamiz. Mana qarabsizlarki, zina ham bir chiroyli bo'ldi. Mana tagini blok bilan to'ldirib chiqish shart emas. Shalarga nima deydi? Sal qalinroq, baquvvat razina bo'ldi-da endi. Mol ham, qo'y ham, meni ham ko'taraveradi endi. Короче, endi devorlarni qurib chiqamiz.
Derizani olaylik. Yommayo. Mayli, to'g'risini aytaman, qurib chiqib bo'ldim hammasini. Endi fakil yasab, tomni fakil bilan to'ldirib chiqamiz. Nechtaga yetarmikan? 24 ta yetadimi? 28 ta, hop. Okey. Endi chiroyli qilamiz. Mana okalar ko'rib turganlaringizda qurib chiqib bo'ldim. Mana derazani ham chiroyli qilib uyimizni ham ikkinchi qavatı tayyor bo'ldi. Okey. Mana ichi tomini ham qurib bitkazib qo'ydim. Endi haligi shunaqa zinanali qirrali qilib chiqsak yetadi. Bu safargi videomiz tugaydi. Короче. Hop, bizani ham ko'proq qilib yasa olamiz, chunki ana ikkinchi qavatni polni shifrga qilib o'sha uchburchak qilib chiqamiz tepasini. Bir stakdan oshiq zina bo'ldi menimcha. Hop. Endi bu yog'ini chiroyli qilamiz. Tepalariga shunaqa zina qo'yib chiqib. Короче, okalar, hammaga xayr. Keyingi qismda ko'rishguncha kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, o'zingizning fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda ko'rishguncha shaka bum.